Mushuk o'zining mushuk ekanligini bilamdi. Javobi cho'ki bilmaydi. Tadqiqotlarda isbotlanishicha, mushuk it bilan teng cho'ng bo'lsa, o'zini itlarning bir hamrohi. Odamlar bilan cho'ng bo'lsa, odamlarning bir qismi deb o'ylaydi ekan. Hatto choshqannimi u o'g'laydigan o'ljisi emas, uni hamrohi deb o'ylab olgan jumu. Qisqarlik yeri bizning o'ziga o'xshash nasl, o'zini 4 putliq vijik, yomon, bizni kilangsiz 2 putliq daroza deb o'ylaydi ekanda. Bizning o'zining xo'jayin emas, balki hamrohi deb qaraydi ekanda. Hamrohi bo'lish suhbatimizdan biz o'g'lab chiqib, buni o tutib akab berimizga, anadagi ushaqcha yemeklarni berimizga, tuklarni chashlarni tarab qo'yimizga. Shuni bilan mushtaqli vaqt uzargan siri o'zini bizdan ustun o'rin qo'ydiganda men uchun xizmat qildi. Mening molim deb o'ylab olganda, bu o'ylas bo'ldi ekan aslida. Ki amerikalik zoologlarning bayqishicha, mushukning nazarda xo'jayin yemeklik bilan ta'minlaydigan dushmanlik g'arizi yo'q, tini g'oyasur ahmaq mushuk bo'lish mumkin ekan deb isbotlaydi. Mimi qizning nimda holi bor desam, asli bu qiz mashta o'ylaydi ekanda, amsa sizlarmi penoji mushukni yo'lash unutqanmanlar. Hey.